Gap. Shu yerga javob berasan. Ertaga mana bu yer student bosib ketgandan keyin hazillashdim, u yo'q bu yo'q degan gaplaringiz o'tmaydi aka, oldin aytib qo'yay. 100% ekan. Samarqandga bitta gapiraman. E'lon qil. Bo'ldi, gap yo'q. Demak, Sankt-Peterburgdagi studentlar diqqatiga. Biz sizlar uchun skidka e'lon qildik. Hozir Shuhrat akam bilan talashib, tortishib, sizlar uchun skidka e'lon qildik. Skidkada nimalar bo'ladi aytib o'tsangiz. Skidkamizda nimalar bor? Barcha vrachlar ko'rigi 10% skidka, barcha ukol, kapelnitsa, analizlarga 15% gacha skidka. Demak, skidkamiz qachongacha muddati amal qiladi? 1 hafta demaymiz. 2 hafta ham demaymiz. 1 oy ham demaymiz. Maylimi, men o'zim hal qilsam? Ya, uzr. Mayda shudalarsiz. Bo'ldi, uzr. Skidkamiz yangi yilgacha 31-dekabrgacha amal qiladi. Mayli yangi yilni maza qilib o'tkazganlar uchun 1-yanvar kuniga ham amal qilsin. Gap yo'q. Bo'lsa o'zimizniki bo'lsin, ha? Albatta. Kelasizlar, bitta studentskiy biletni ko'rsatasizlar, sizlar uchun skidka tayyorda turibdi-da mana. Faqat Glavmed Center klinikasida.